Harbiyning ayoli bo'lish bu sharaf. Hurmatli opa-singillar. Harbiyning ayoli bo'lish qanday sharaf ekanligini chuqur anglaganingizdaydi edi. Har tong turmush o'rtog'ingizni ko'zda yosh va qalbda hayajon bilan yo'llarga parvona bo'lib kuzatib qolgan bo'lar edingiz. Harbiy qasamyodini va unga sodiqligini har kuni bir eslaydi. Vatan uchun jonim fido bo'lsin degan gaplar uning qon-qoniga singib ketgan bo'ladi. Ammo ming afsuski ba'zi ayollar buni unutib qo'yishmoqda. Siz xayrlashayotganingizda hech o'ylab mulohaza qilib ko'rganmisiz? Turmush o'rtog'ingiz bugun uyga qaytadimi yoki yo'qmi? U ketayotganida siz bilan kulib xayrlashishi mumkin. Lekin harbiy xizmatchining burchidan kelib chiqib sizlarga aytilmaydigan sirlari ham bo'ladi. U buni hech qachon aytmaydi. Aynan shu topshiriq bilan ketayotgan bo'lishi mumkin emasmi? O'sha hollarda bu sizni xayolingizga ham kirib chiqmaydi. Bir voqea esimga tushib ketdi. Er va xotin odatiy hayotda yashab kelishardi. Er harbiy, ayol esa uy bekasi. Bilasiz, harbiy xizmatchi hamisha vatan himoyasida bo'ladi. Ba'zida to'y hashamlar, tug'ilgan kunlar, hatto oilaviy tadbirlar ham uning ishtirokisiz o'tardi. Yillar davomida bunday holatlar juda ko'p takrorlandi. Kunlardan bir kun ayolning sabr kosasi to'ldimi yoki bu turmush tarzi uni qoniqtirmay qo'ydimi? Birdan eriga baland ovozda: "Qachongacha shunday yashaymiz? Qachon biz ham biron joyga birga bemalol boramiz? Yuraverasizmi o'sha xizmatingizda?" Er xizmatdan juda charchab kelgandi. Yumshoq ovozda: "Onasi, ozgina sabr qiling. Hammasi siz o'ylagandan ham ziyoda bo'ladi" dedi-yu. Bir zumda oshxonada charchaganidan ovqatini ham yemay uxlab qoldi. Erta tong uyg'onib ko'zini ochdi. Usti ham yopilmagan. Hech kim uyg'otib, hatto joyingizga kiring ham demagan. Ha mayli. Charchashgandir deb yuz qo'lini yuvib qarasa, hali choy ham tayyorlanmagan. Och qorin bilan xizmatiga ketdi. Va shu tariqa yana kunlar o'tdi. Bir kun ishdan barvaqt kelgan er ayoliga: "Onasi, mana, barvaqt keldim. Qani, yur. Bugun ikkalamiz bir bozor aylanib, biron yaxshi joyga kirib ovqatlanib, kunimizni birga o'tkazamiz. Qani, yura qol onasi" deya ayoliga jilmaygancha qarab qo'ydi. Ayol esa o'sha jahldan tushmagan va eriga qo'pol muomala bilan: "Ana, kerak bo'lsa o'zingiz borib kelavering" deb javob berdi. Er indamay bir o'zi g'amgin ko'chaga chiqdi-da, oyoqlari qayerga boshlasa, o'sha tomonga qarab yurgancha bir necha soat yayov yurib, horib uyga keldi. Ayoli unga yana jahl bilan: "Ha, qayerga borib keldingiz mensiz" deb zaharxanda qildi. Er indamadi. Shu topda telefoni jiringladi. U faqatgina "Ha, shunday, xo'p, xuddi shunday, xo'p" degancha telefonni qo'yib kiyimlarini almashtirdi-da, juda tezlik bilan darvoza yoniga borganida ayoliga
Bir qarab, onasi, men seni, farzandlarimni juda qattiq sevaman. Men uchun hamisha duoda bo'lgin deb so'zini tugatmasidan ayoli, "Ha, yana o'sha xizmatingizgami? Bo'pti, boring. O'sha yerda qolib keting. Sizni boringiz ham, yo'g'ingiz ham bilinmaydi" degancha baqirib qoldi. Ammo bu baqiriqqa javoban ayoliga bir jilmaydi-da. Darvozadan chiqdi-yu, yuqoriga qarab, "Ey Allohim, oilamni o'zingni panohingga topshirdim" deb yo'lida davom etdi. Tong otdi. Ayol uy yumushlari bilan band edi. Unga eridan juda ko'p bora qo'ng'iroqlar bo'ldi. Ammo ayoli parvo ham qilmay ishida davom etdi. Vaholanki, telefon doim uning yonida edi. Kech tushdi. Soat 23lar atrofi. Kelmadi. Ayol yana oshxonada o'tirgancha erini "Qayerda yuribdi ekan? Ha, ketgandirda bironta tanishi bilan" deb o'ziga o'zi g'alati xulosalar chiqarib o'tirardi. Tun. Soat 2. Jahli bilan ayol eriga qo'ng'iroq qildi. Ammo javob bo'lmadi. Sabri chidamay yana qayta qo'ng'iroq qildi. Va nihoyat telefonni yosh yigit ko'tardi. "Assalomu alaykum, kelinoyi. Yaxshimisiz?" deb ham ulgurmay ayol baqira ketdi. "Soat necha bo'ldi? Qayerda yuribsiz? Nega telefoningizni ko'tarmaysiz?" Gap tugashini eshitib turgan serjant birdan yig'lab yubordi. Birozdan so'ng o'zini qo'lga oldi-da, "Kelinoyi, eringiz juda og'ir ahvolda bo'lsalar ham sizga qayta qo'ng'iroq qilishimni ko'p bora so'radilar. Faqat sizni va farzandlarini ismini takrorladi. Hozir ham sizni taniganimni sababi telefonlarga sizni oilam malikasi deb saqlab qo'ygan ekanlar. Shundan bildim, kelinoyi. Hozir gospitalda jonlantirish bo'limida yotibdilar. Sizga hech narsa deya olmayman. Shifokorlar ahvoli o'ta og'ir deb aytishdi" dedi-yu, telefonni qo'ydi. Ayol shok holatida karaxt bo'lganicha bir necha daqiqa joyida qotib qoldi. Va birma-bir eriga qilgan muomalasi va ketayotganida "Boring ham, yo'g'ing ham bilinmaydi. Qaytib kelmasang ham mayli" degan gaplari uning ichini tirnab, o'kirib yig'lay boshladi. Bu paytda esa uning eri shifoxonada jon talashib yotgandi. Juda og'ir ahvolda bo'lsa ham, faqat ayoli va oilasini oxirgi marta ko'rishni so'rab, ularni ko'p bora tilga oldi. Shifoxonada jonlantirish bo'limida birdan jimlik hukmron bo'ldi. Apparat tovushi to'xtab, uning joni uzildi. Yana bir vatanparvar mard o'g'lon mangudagi mardlar qatoriga ketdi. Shogird yigit epchillik qilib, uni so'nggi gaplarini telefonga yozib olgan ekan. Zo'rg'a qo'llari qaltiragancha ushbu ovozli xabarni marhumning ayoliga jo'natdi. Oshxonada shok holatda o'tirgan ayol telefonga kelgan SMSni ko'rdi-da, shosha-pisha eridan ekanligini bilgach, sal o'ziga kelib, uni ochib eshita boshladi. U yerda shunday so'zlar bor edi. Onasi, oilamning malikasi, umrimning mazmuni,
bolalarimning suyukligi. Men seni jonimdan ortiq sevaman. Balki senga keragicha g'amxo'rlik qila olmagandirman. Balki ranjitib dilingni og'ritgandirman. Buning uchun meni kechir. Ammo vaqt kelib, meni albatta tushunasan va mendan rozi bo'lasan deb umid qilaman. Birgina armonim ovozingni oxirgi marta eshitish va farzandlarim diydori hamda go'zal tabassumingni so'nggi bor ko'rish nasib etmadi. Onasi, o'g'limiz katta bo'lganida ham albatta buni unga eshittir. Bolam, men harbiy bo'lib, vatan nima, sog'inch nima, uning qadri qanday bo'lishini anglab ketdim. Sen boshingni baland ko'tarib mag'rur yur. Chunki bu ovozni eshitayotganingda otang mard va jasur bo'lib manguga ketgan o'g'lonlar qatoridan joy olgan bo'ladi. Er yigitning eng katta baxti uning vatanparvarligidir. Bolam, men hamisha yoningdaman. Meni unutma. Bu uning oxirgi so'zlari edi. Ayol o'zini o'tga urdi, cho'qqa urdi, dod dedi, baqirdi. Ammo qani endi erning uydan chiqib ketayotganidagi oxirgi iliq tabassumini yana ko'ra olsa. Endi kech. Bu unga umrbod armon bo'ldi. Hurmatli harbiylarning ayollari, har tong eringiz xizmatga harbiy libos kiyib, vatan himoyasiga ketyaptimi? Uning ko'zlariga qarang. Eson omon qaytib keling deb duo qiling. Shirin muomalada bo'ling. Chunki qasamyodiga sodiq har qanday harbiy bilingki, vatan uchun o'z jonini sizdan so'rab bermaydi. Chunki chin erkakning so'zi qasamdir. Bir kun ko'rmaganingizga xarxasha qilib to'polon qildingiz. 2 kun ko'rmaganingizga dilini og'ritib qarg'adingiz. 1 hafta ketgani uchun aras qilib gaplashmay qo'ydingiz. Endi meni eshiting. Tasavvur qiling, hozir yoningizdagi suyanchig'ingiz, tog'ingiz, har kuni sizdan xabar olib turadigan insoningiz butun umrga sizni tashlab ketdi. Bo'ldi, endi u yo'q. Topolmaysiz bu yorug' olamdan uni. Aytingchi, shunda ham uni qarg'ab, koyigan bo'larmidingiz? Shunday ekan, hurmatli harbiylarning ayollari, siz eng baxtlilar qatoridasiz. Chunki sizning turmush o'rtog'ingiz vatan himoyachisi, yurtning ishongan tog'i va albatta sizni suyukli, sevimli yoringizdir. Uni ranjitmang, dilini og'ritmang. Uni hech qachon qarg'amang. Aksincha, hamisha duoda bo'ling. Salomat bo'ling.